Siz ham kranni shunaqa yarimchalik ochib, suvni kamaytiraman deb yurgan bo'lsangiz, ekonom qilaman deb qimmatga tushishingiz mumkin. Sababini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Sharoy kran ikki xil holatda tursa to'g'ri hisoblanadi. Birinchisi to'liqligicha ochuv holatida, ikkinchisi yopiq holatida. Birinchi holatda ko'rishingiz mumkin, kranga kelayotgan suv to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa qarshiliksiz kirib, krandan chiqib ketyapti. Ikkinchi holatda kran yopib turibdi. Kranni ikkala tarafida ham ichidagi latun yoki nержавейкаdan bo'lgan shariklar kranni yopib turibdi mana. Uchinchisi, umuman tavsiya qilinmaydigan holat kranni yarimchala ochuv holatda qoldirish. Bunaqa holatda kranga kelayotgan suv yarim ochuv joyidan o'tib, qolgan yarmi, ya'ni sharikka har safar tegib, shu sharikka qum yoki nalyotka to'ldirib boradi. Bir oy shu turishda qolib ketgan kran oqibatda shu holatida qotib qoladi. Siz na ocha olasiz, na yopa olasiz. Butun sistemadagi suvni to'kib olib, buni almashtirishga to'g'ri keladi. Shunga o'xshash qimmatli va foydali maslahatlar kerak bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.